ChatGPTga yozdim. O'sha O'zbekistondagi eng yaxshi urolog deb so'radim. O'sha joyda sizni chiqarib berishdi raqamlaringiz bilan. Do'stlar, juda qiziq vaziyat bo'ldi hozir. To'g'risi o'zim ham hayron qoldim. Hozir bemorimizni bobolarini operatsiya qildik. Bular Samarqanddan kelishgan ataylar operatsiya qildirish uchun. Shu narsa qiziqki, bemorimizni bobolari operatsiya bo'ldilar, уже hozir yotibdilar. Bu kishi hozir bizni qanaqa topib keldilar desam, qiziq javob berdilar-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu Yaxshimi? Qalaysiz? Rahmat, salomatimisiz? Alhamdulillah. Yaxshimi hammasi? Alhamdulillah, hozirgi kunda yaxshi. Hozir operatsiyadan chiqdik. Sheriklar bilan ham kecha operatsiya bo'lgan amakalar bilan ham gaplashdik. Ular ham juda ham xursand, qo'lingiz dard ko'rmasin. Endi asosiy savolga javob bering endi. Nima bizni qanday topib keldingiz siz? O'sha kuni kechki paytida og'riq kuchli bo'ldilar. O'sha bo'shalish qiyin bo'lganlari uchun og'riq sal kuchli bo'ldi. Keyin qidirdim. Tanishlardan so'radim. Anaqa bo'lmagandan keyin ChatGPTga yozdim. O'sha O'zbekistondagi eng yaxshi urolog deb so'radim. O'sha joyda sizni chiqarib berishdi raqamlaringiz bilan. Rahmat. Keyin birinchi bo'lib sizga telefon qilib bog'landim. O'zim hayron qoldim, to'g'risini bilasan, eshitib borib. Sizni tavsiya qilishdi dedim. Siz lekin ikkinchi bemorsiz. Yaqinda bitta varikatsiyalik qiluvdik bitta bemorni. U ham shunaqa ChatGPTdan topib keldim dedi. Shu tanishlardan topolmadim. Bir ikkita tanish-bilishlar bor edi. Chidab tursinlar dedi. Kechki payt bo'lgani uchun keyin shunaqa variantlar qidirib topib oldim. Siz bilan maslahatlashib oldim. ChatGPTga ishonsa bo'ladimi ekan? ChatGPTga ham ishonsa bo'ladi. Mavzularga qarab o'zingiz bilasiz, ChatGPT ham qochadigan joylari bo'ladi. Lekin bu safar yaxshi, Allohga shukr. Yo'q, yaxshi, Allohga shukr. Juda ham xursandman. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Ishonchlaringiz uchun rahmat avvali. Sizlar ham baribir kelib ko'rdingiz. Surishtirib ko'rib, keyin baribir operatsiyaga birdan ChatGPTga qarab nima qilamiz? Yo'q, xuddi shunaqa demoqchi edim. Baribir so'rab surishtirasiz. Mana birinchi o'rinda operatsiya bo'lgan odamlardan so'radim. Bular juda ham xursand. Ayollar bilan ham gaplashdim, juda ham manaqa bo'lardi. Qo'rqib keldilar dedi, lekin xursand bo'lib chiqib ketdilar dedi. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Bitta otaxonni ham ko'rib qo'yamiz endi kirib, ha? Inshaalloh. Ketdik. Kiring, o'ng tarafdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hojijon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlar? Hoji bobo, qalaysiz? Alhamdulillah. Qiynalmayapsizmi? Mana shu yerga nima qilamiz? Bitta suhbatingizni olib ketamiz endi mana shu yerda. Qalay bo'ldi? Yaxshimisiz? Alhamdulillah, juda ham yaxshi. Qiynalmadingizmi? Alloh sizdan rozi bo'lsin, doktorjon. Salomat bo'ling. Martabangiz bundan ham baland bo'lsin. Rahmat. Qo'lingiz shobbash qo'llar. Amin. Sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Oilangizni baxtiga, el yurtni qarang, mana nimalar baxtiga. Rahmat. Bemorlar, menga o'xshagan bemorlar baxtiga. Rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Uzoq bo'lsin. Xursandmisiz? Alhamdulillah. Yaxshi. Bu yoqlar ham yaxshi, xudo xolasa. Operatsiyangiz muvaffaqiyatli o'tdi. Nevarangizga ham rahmatmi? Yaxshi. Baraka topsin, ha. Baraka topsin. O'g'li bor. Shu topdi sizda. Olib boraman dedi, bo'p, boraman dedi. Qanaqa topganlarini ham aytib berdilar bizga. Baraka. Yaxshi. Salomat bo'ling, hoji bobo. Alloh shifo bersin.